Men nima deyapman? Gap sovg'ada emas, hurmatli yigit qizlar. Hozir men mana bu yerdagi faqat o'quvchilarni ko'ryapman-da. Oddiy maktab o'quvchilari. Hattoki to'g'rimi? Bugun sizlar yig'lasizlar, bir dasturxonda o'tirasizlar, keyin meni eslaysizlar. Hozir bir-birovlaringizga ana qilmay shunaqangi cho'lg'ilab o'quvchidek hangama qilasizlar. Kecha biz 40 yillikda shunaqa to'xtata olmaydi deb to'xta gapga qo'sh. Hatto rahbarlarimiz kelib 4 ta rahbar birpas to'xta. Gapim hamma bir-biri bilan boshqacha kayfiyat, boshqacha ana bilan. Ha, bu adrenalin. Bunaqa adrenalin yo'q. Bizlarda ham xuddi istarkanday Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan kelganlar bo'ldi. Amerikadan kelganlar bo'ldi. Chunki yig'ildikda shu yig'lashib ko'rishdik. Bizlar kamchilik 20 ta edik. Men hozir auditoriyani ko'rib, boshqacha bo'lib ketdi. Mana 90 kishi. 90 kishi. Mana kim tashkillashtirgan bo'lsa ham haqiqatan ishingizga omad. Mana shu sostav ko'paysin, kamaymasin. Hammalaringizga rahmat kattakon. Maktabimning eshigi sizlar uchun hamisha ochiq. Mana shunday insonlarni chiqarganimizdan biz xursandmiz. Fahmaka to'g'rimi? So'z bersa bermasa aytishga majburman. Mana shuncha sinfdoshlarni, tengdoshlarni kimgadir yomon ko'rinib, mana shu o'zini sog'lig'i bilan ham kurashib, bir tarafda sinfdoshlarga guruh ochib, hammani izlab topib, hammani boshini bir qilgan mana Ulug'bekjonga katta rahmat. Baxtagan rahmat. Maqsuda tirik va g'amnon universal pulni ham yig'ishtirganlar. Pulni ham hammangiz ko'zlaringizni qarang. Kechagi voqeamizdagi xuddi shunday. Avvalam dünyamız tinch bo'lsin, mana shu yurtimiz omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday xalq eli bor, yurti bor farzandni davlati ham kelajagi ham baxtli bo'ladi. Hammaga rahmat, sog'lik. Farzandlar rohatini ko'rib, kamolni ko'rib. Yuruz. Sen, men, Zafar, Bayrat, Sapar, Gulmurod, Apalar.
Hozir ham shunday. Hozir ham